Chilonzor metro va Jahon tillari universiteti yaqinidan bir xona birinchi qavatda joylashgan uy qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor tumani 11-kvartalda joylashgan bir xonali uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Shu ko'rib turganlaringiz uyimiz asosiy xonamiz. O'zining yumshoq mebellari va televizorlari bilan birgalikda. Bu yerda esa oshxonamiz o'z o'rnida qolgan. Kerakli barcha mebel va texnikalar bilan jihozlangan oshxonamiz. Ko'rib turganlaringdek, bu yerda ochiladigan stollari kerak emas paytda yig'ishtirib qo'ysa bo'ladi. Bu yerda balkon qismimiz 1,5-3 balkonni ochib yuborishgan. Ko'ryapsizlar, dars qilish uchun stollari. Bu stol ham yig'iladi va o'zining shkaflari bilan. Uyimiz 4 qavatli binoning 1-qavatida joylashgan. Umumiy maydoni 33 metr kvadratdan iborat. Bu yerda esa glavniy eshikdan kirib kelish, bu yerda ham stroyniy shkaflar va razdельный sanuzel bilan birgalikda. Ko'rib turganlaringdek, sanuzellarimiz razdельный. Uyimizda hamma kerakli mebel va texnikalar bilan jihozlangan. Ushbu uyimiz Arintraga keladigan bo'lsak, Chilonzor tumani 11-kvartal Koxunur Korzinkani ro'parasida joylashgan. Chilonzor metrogacha bir ostanovka va Jahon tillarigacha 500-600 metr masofada joylashgan ushbu uyimizni egalari videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda 55.500 AQSh dollar baholashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsioniyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.